Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilar. Bugun 2026-yil 8-yanvar sanasi Moskva vaqti bilan soat erta bilan 8:42 ni ko'rsatmoqda. Ushbu ko'rib turgan kurslaringiz, ya'ni $100 kursimiz 8049 rublni tashkil etmoqda. Bu Rossiyaning Sentralniy bankidagi dollarni rublga nisbatan kursi hisoblanadi. Adashtirib olmanglar, bu Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslari emas. Biz xoslarga mana shu ekranda Milliy Pay ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistondagi istalgan Humo, Uzcard yoki Visa kartalariga eng zo'r kurs bilan o'tkazma qilishingiz mumkin. Bundan tashqari, ushbu ilova orqali barcha turdagi kommunal to'lovlar, mobil operatorlar, internet provayderlari hamda davlat xizmatlari uchun to'lovlarni tez va oson amalga oshirishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun ilova video qo'llanmalar bilan ta'minlangan. Operatorlarimiz esa kun-u-tun sizni eshitishga tayyor. Ilovani App Store yoki Play Marketdan hoziroq yuklab oling. Milliy Pay, milliy kurs, milliy ishonch. ko'ntirgan 10 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslarini, undan keyin esa mana shu ekranda ko'ntirgan 13 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga rubl jo'natish kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Qadrli kanalimiz obunachilari, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslarini ko'rsatishdan avval esa biz birinchi bo'lib O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Birinchi bo'lib O'zbekistondagi dollar kursini aytib o'tamiz. O'zbekistonda $100 kursimiz 1,198,321 so'm tashkil etmoqda. Endi esa yevro kursini aytib o'tamiz. 100 yevro kursimiz esa O'zbek so'miga 1,399,878 so'm tashkil etmoqda. Endi esa ko'rishinglar mumkin. Rossiya rubl kursini aytib o'tamiz. Rossiya 1000 rubl kursimiz esa O'zbek so'miga 148,853 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qozoq tangasini aytib o'tamiz. 1000 qozoq tangasi esa O'zbek so'miga 23,452 so'm tashkil etmoqda. Endi esa turk lirasini aytib o'tamiz. 1000 turk lirasi esa 278,411 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qirg'iz so'mini aytib o'tamiz. 1000 qirg'iz so'mimiz esa O'zbek so'miga 137,39 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qadrli kanalimiz obunachilari, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Agarda shu videolarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'layotgan bo'lsa, bittadan like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lmasdan ko'rayotgansiz, mana bu yerda obuna bo'lish tugmachasi turibdi. Shuni ustiga bir marta bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lgan bo'lardik. Sizlarda har bitta bosayotgan like tugmachalaringiz bizni har kuni shunaqa videolar tayyorlashimizga bizga motivatsiya bo'ladi. Kommentariyalar yozayotgan barcha kanalimiz obunachilariga esa alohida o'z minnatdorchiligini bildirgan holatda Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslarini Zolotoy Korona programmasi orqali ko'rsatishni boshladik. Zolotoy Koronada $100 kursimiz 8375 rublni tashkil etmoqda. Akapayda migrant promokodi bilan $100 kursimiz 8321 rublni tashkil etmoqda. Mirpurligida o'zbek promokodi bilan $100 kursimiz 8466 rublni tashkil etmoqda. Sberbankda $100 kursimiz 8454 rublni tashkil etmoqda. Unired Mobile programmasini ko'rsatib o'tamiz. Ujur mana bizni registratsiyadan chiqarib yuboribdi. Yubor programmasini ko'rsatib o'tamiz. Yubor programmasi $100 kursimiz 8319 rublni tashkil etmoqda. Endi esa MPay programmasini ko'rsatib o'tamiz, ya'ni avvalgi Milliy Pay programmasini. Shu programma hozirda yangi versiyaga yangilandi, ya'ni hozirgi kunda nomlari ham o'zgardi. Oldin Milliy Payda, hozir MPay ga o'zgardi. Hozir O'zbekiston Universal Bank tarkibida faoliyat yuritadi. Ushbu faoliyati ushbu programmani yana ham ishonchliligini kafolatlaydi. Ushbu programmamiz MPay nomiga o'zgargandan keyin birmuncha qulayliklar yaratildi, ya'ni naqd pul o'tkazmalari ham ushbu programmada yo'lga qo'yildi. Ko'rishinglar mumkin, 8261 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lishmoqda. 8302 rublimiz esa $100 bo'lib ketmoqda. Shu pul jo'natmasini O'zbekistondagi hozircha faqat Universal Bankdan naqd pul ko'rinishida, ya'ni dollar ko'rinishida qabul qilib olishinglar mumkin. Keyingi programmamiz TestPay programmasi 6 oylik cheklovga tushgan, shuning uchun buni ko'rsatmaymiz. Pagram programmasini ko'rsatib o'tamiz. Pagramda 8261 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lishmoqda. Endi esa QuickPay programmasini ko'rsatib o'tamiz. O'tkazma summasiga bu yerda $100 yozamiz va promokodga foydali promokodini teramiz.
Va ana ko'rishlar mumkin, foydali promokodi bilan $100 kursimiz 8274 rublni tashkil etmoqda. Bundan ko'rinadiki, 2026-yil 8-yanvar Moskva vaqti bilan soat erta bilan 8:47 holatiga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga eng arzon dollar jo'natish kursi programmasi bu MP programmasi bo'lmoqda. Ya'ni ko'rishlar mumkin, 8261 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lib tushmoqda. Bu eng arzon, eng zo'r programma hisoblanadi. Ya'ni 8302 rublimiz esa naqd pul ko'rinishida $100 bo'lib ketmoqda. Yana bir marta eslatib o'tamiz, ushbu programmadan pul jo'natsangiz, naqd pul ko'rinishida O'zbekistondagi faqatgina hozircha Universal bankdan qabul qilib olishingiz mumkin. Mana qadrli kanalimiz obunachilar, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tdik. Endi esa mana shu ekranda ko'rinib turgan 13 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga rubl jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Har bitta programmani kamsita qilib rubl ustiga qo'shib bir yo'l hisoblab aytib o'tib ketamiz. Salom Pay programmasidan boshlaymiz. Shu programmada 50 rubl kamsita qo'nadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 141 020 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz esa MP programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamsita, uzr kechirasizlar, 14 rubl kamsita qo'nadi, ya'ni kartangizdan 1014 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 144 ming so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Mirpurlagi programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamsita qo'nadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 138 ming so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Unired Mobile programmasi bo'ladi. Shu program bizni registratsiyadan chiqarib yubordi. Endi esa Avosend programmasini ko'rsatib o'tamiz. Avosend programmasini ham o'zida tengli xatoliklar bo'lib ishlamayapti. Keyingi programmamiz QuickPay programmasi bo'ladi. Uzr kechirasizlar. Stranaga O'zbekiston va o'tkazma summasiga 1000 rubl deb yozamiz va kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 137 332 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Paygram programmasi bo'ladi. Paygamda 97 rubl kamsita qo'nadi, ya'ni 1097 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 144 ming so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Tinko programmasi bo'ladi. Shu programmada ma'lumotni eslatib o'tamiz. Har oylik limit beradi, ya'ni har oy shu programma orqali 20 ming rublgacha pul jo'natsangiz, sizdan hech qanaqa kamsita qolinmaydi. 20 ming rubldan o'tkazsa kamsita olinadi va biz 20 ming rublgacha bo'lganini aytib o'tamiz, ya'ni 1000 rubl yechadi va O'zbekiston barcha plastik kartalariga 138 ming 23 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Zolotoy kanal programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamsita qo'nadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi va O'zbekiston barcha plastik kartalariga hozir qancha bo'lib tushishini ko'rsatib o'tamiz. Kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 144 733 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Yubor programmasi bo'ladi. Yubor programmasida 50 rubl kamsita qo'nadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 138 ming so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Tezda programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamsita qo'nadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 143 ming 962 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Sberbank programmasi bo'ladi. Sberbankdan Hamkorbank plastik kartasi 1000 rublimiz 141 ming 800 so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Agrobank plastik kartasi 1000 rublimiz 139 ming 400 so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Xalqbank plastik kartasi 1000 rublimiz 139 ming 400 so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Milliy bank plastik kartasi 1000 rublimiz 139 ming 400 so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Mikrokredit bank plastik kartasi 1000 rublimiz 139 ming 400 so'm. Sberbankdan Uzumbank plastik kartasi 1000 rublimiz 140 ming 32 so'm bo'lishmoqda. Mana qadrli kanalimiz obunachilari, bundan ko'rinadiki 2026-yil 8-yanvar Moskva vaqti bilan soat erta bilan 8:52 holatiga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga eng baland rubl jo'natish kursi programmasi bu MP programmasi bo'lmoqda. Ya'ni ko'rishlar mumkin, kartangizdan 1014 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 144 ming so'm bo'lib tushmoqda. Mana qadrli kanalimiz obunachilari, bundan ko'rinadiki
bugungi sana bo'yicha, ya'ni 8-yanvar holatiga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga eng arzon dollar jo'natish kursi ham, eng baland rubl jo'natish kursi ham aynan MPI programmasi bo'lmoqda. Mana qadrli kanalimiz obunachilar, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslari hamda O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tdik. Agarda ushbu videoroliklarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan like tugmachasini bosib, kommentariyalarda o'z iliq fikrlaringizni yozib qoldirasizlar degan umidamiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Biz bilan o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz.